Tak qizlarjonlar, mana men sizlarga hozir orqasi plashli ko'ylaklar hozir moda bo'ldi-ku. Ana o'shani ko'rsataman. Bir chizib ham ko'rsatgandim, lekin tushunmagan joyida bor ekan, shuning uchun video qilib ko'rsatyapman. Zakaz tushib qoluvdi, shuni aniq qila qoldim. Birinchi qiladigan ishimiz orqa va oldinni bichib olamiz. Bu yengsiz. Просто yengidan plash tushadi. Shuning uchun yengsiz. Atak o'zi yeng bichgan bo'lsangiz, yeng qo'yasizlar. Biz hozir endi asos qo'yamiz. Mana orqamizni splashni qo'yib oldik. Ana endi mana yengimizni orqa tarafi, to'g'rimi? Mana bu yelka tarafi bor-ku, eng uchidan mana qoq o'rtasini mana yelkani oxiriga qo'ydik. Mana bunday qilib qo'yasizlar. Mana oldiniki. Taxminan klient bilan gaplashib olasiz. O'sha oldidagi yengi plash qancha tushishini. Bizning klientimiz 12-13 sm dedilar. Demak, mana menimcha. Mana chizib oldik. Bo'ldi, bizga уже bu kerak emas. Biz endi mana bu bittani chizamiz. Yana bitta narsa aytib o'tishim kerak, yelkasini osnorovka qilib olishingiz shart. Nima uchun? Chunki bu yelka keyin o'ziga kelmay qolishi mumkin agar kichkina yoki katta qiladigan bo'lsangiz. Shunda plashni uzunligini olishimiz kerak. Qaranglar. Mana shu yelkani oxiridan etakni oxirigacha 100 ekan. Mana shuni qimirlatmagan holatda metri mana bu yerga 100 belgilab olasizlar. Mana xuddi shunaqa qilib endi mana bizlarni ana belgilagan joyimiz, ya'ni oldiga o'tayotgan joyi. Shuni ham nima qilamiz? Mana bu yerga keltiramiz. Mana bo'ldi, mana bizlarni o'sha orqa plashi xohlasa tayyor bo'ldi. Agar yana ham kasoyroq bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, mana masalan bizda o'sha joy bor, oxirigacha olib borishingiz ham mumkin. Qanaqadir ham kasoyroq, ko'proq valna bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, mana bu yerga mana bunaqa qilib olib ketishingiz mumkin. Yana bitta narsani aytib o'taman, qizlarjonlar, risk qilmaslik uchun men endi ko'zim anaqa bo'lib ketgancha to'g'rilab yubora olmayman. Ham keyin bu hozir uzunroq klientga. Mana bu yengi mamutidan kelgan joyga 5 sm uzunroq qilib risk qilmaslik uchun sizlarga mana bunday qilib uzunroq olsanglar bo'ladi. Keyin uni to'g'rilab yuborasizlar. Nega bu narsa kerakki? Plashni etagi tekis turishi kerak-ku, tepaga ko'tarilib qolmasligi uchun. Chunki chokka kirganda tepaga ko'tarilib qolish ehtimoli bor. Chunki bu hozir kasoyroq ketyapti-da. O'shaning uchun nasaki случай 5 sm qo'shib olsanglar bo'ladi. Mana hozir mana kengaytiraman. Mana shu material o'l bo'lmasin, boricha mana hozir ko'ylakni olib tashladim. Mana ko'ringlar qanaqa ko'rinishda bo'ldi. Bu orqa, oldini qo'ltiq o'yindisiga mana bu ulanadi. Oldini shu qo'ltiq o'yindisiga